Audio Jungle. Hammaga salom, sizlar bilan Bay YouTubers. Bugungi mehmonimiz Ruby Jens. Hammaga salom. Sizlar bilan bugun Ruby Jens, ya'ni Ruby Jens emas, Ruby Jens. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Unda biz savollar berishni boshladik. Bizdagi birinchi savol: siz borishni istagan davlat? Men borishni istaydigan davlatim bu Koreya. Buni sababi yerda hurmat katta, yagona maqsadim Yonsei universitetiga kirish. Va bizdagi ikkinchi savol: nega aynan YouTube'ni tanlagansiz? Nega aynan YouTube'ga kelganman? Chunki 2023-yil Mademoiselle degan bitta YouTuber bo'lardi, vashshe yoqardi. O'sha qizga havas qilib YouTube'ga kelganman. Va bizdagi uchinchi savol: qizlarga nima deya olasiz? Qizlar haqidagi fikrim shuki, hammalari chiroyli, hammalari go'zal ko'rinishadi. Har doim men xafa bo'lganimda yonimni oladigan faqat qizlar bo'ladi menda. Va bizdagi to'rtinchi savol: siz rad etolmaydigan savol va gaplar. Men hech qachon rad etolmaydigan savolim bu hayotim haqida so'rashlari. Ko'pincha zo'rg'a turganimda nima bo'ldi, cho'tirib shunaqa eshitaman deydigan gaplarni hech qachon rad etolmayman. Va bizdagi beshinchi savol: K-popga qanday kirib kelgansiz va qanday qiziqqansiz? K-popga qanday qiziqqanman? K-popga menimcha hamma Blackpink'dan boshlagan. Adashmasam, ko'pchilik Blackpink'dan boshlagan. Men ham Blackpink'dan boshlaganman. 2020-yil men o'rtog'im bo'lgan, o'sha Blackpink fanati bo'lgan. Keyin men qanaqa guruhmi, K-pop nima, shunaqa qilib so'raganman, menga tushuntirgan. Keyin Blackpink How You Like That qo'shig'i chiqqanda, o'shanda chiqqaniga 2 kun, 3 kun bo'lganda, o'shanda aytgan что menga men shuni bitta eshitib ko'rgan degan, shu bilan eshitib yoqtirib qolganman. Bunga sababchi har doimgidek Blackpink bo'lgan. Intervyu uchun sizga katta rahmat. Sizlar bilan Bay YouTubers bo'ldi. Hammaga xayr. Audio Jungle.